Bizda juda kuchli aloqalar bor. Ular nimaga olib kelishini ko'ramiz. Muhim kelishuv nuqtalariga egamiz. Aytishim mumkinki, deyarli barcha masalalarda kelishuv bor. Balki bu yetarlicha yetkazilmagandir. Aloqa bilganingizdek butunlay buzilgan edi. Biz bir-birimiz bilan gaplasha olmadik, lekin juda kuchli uchrashuvlar bo'ldi. Janob Vitkov, janob Kushner ham ishtirok etdi. Ular aytishim mumkinki, mukammal o'tdi. Agar ular shu yo'lda davom etsa, bu muammo, bu mojaro tugaydi va menimcha juda katta darajada yakuniga yetadi. Biz yaqin sharqdagi hamkorlarimizni ham hisobga olyapmiz. Ular bilan juda yaxshi aloqalarimiz bor. Ularning ko'pchiligi kutilmaganda zarbaga uchradi. Bu meni ham hayron qoldirdi. Lekin muhokamalarda bularning barchasi inobatga olinmoqda. Muzokaralar kecha kechqurungacha davom etdi. Ular juda ham kelishuvga erishishni xohlayapti. Biz ham kelishuv qilishni istaymiz. Bugun ehtimol telefon orqali bog'lanamiz, chunki u yerga borish qiyin. Ularga chiqib kelish ham qiyin shekilli. Lekin yaqin orada albatta uchrashamiz. Biz 5 kunlik muddat qo'ydik. Qanday ketishini ko'ramiz. Agar yaxshi o'tsa, bu masalani hal qilamiz. Aks holda bombardimonni davom ettiramiz.